dengiz hukmdorini berardi, jang vagoni. O'sha beradigan vaqti biz maktabda bo'lib qolardik, ko'rolmasdik. Va yakshanba kuni hamma seriyasini bittada qo'yib berardi. Biz yakshanbani kutib o'tirardik o'shani ko'rish. Ha, yakshanba hammasini qaytarardi. Eng qizig'i haligacha esimda. U vatanparvar degan ko'rsatuvdan keyin yoshlarda berardi. Vatanparvar degan ko'rsatuvi tezroq tugasin deb ko'rib o'tirardik. Harakatda shakllangan vatanga muhabbat. Ha, to'g'ri, yakshanba qaytarardi. Kechqurun ko'ra olmasa, ertaga qaytaradi deb o'shanda. Eng qizig'ini aytsam, o'sha juda ko'p ko'rganman o'sha kadrlarni, o'sha zdaniyatlarni, o'sha ko'rsatuvdagi kutib yomon ko'rib ko'rganman. Vatanparvardami? Ha. Vatanparvar nima ko'rsatdi o'zi? Harbiylar haqida. Ha. Keyin anaqa universitetga o'qishga kirdim. Uzjokoda jurnalistika o'qiyman. Uzjokoni qarama-qarshisida vatanparvar degan zdaniyat turibdi.